Bu polvondan yangilik. Bugungi obzorimizda PV 122 150, ya'ni polvon brendida yangilik Shtrabarez haqida gaplashamiz. Bu Shtrabarezimiz 220 volt kuchlanishda ishlaydi hamda bu 2400 watt daqiqasiga 6800 marta aylanib beradi. Bu Shtrabarezimizga 125 tarik diskdan tortib 168 tarik diskgacha bemalol qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. 168 tarik disk hali O'zbekiston sharoitida ko'rmaganman. Shuning uchun sizlarga 150 talik polvon almazin disklarini maslahat beraman. Bu Shtrabarezimiz devor keskanda chuqurligi 50 mm gacha kesadi. Qalinligi esa 90 mm gacha bemalol kabelga yo'l ochsalaring bo'ladi. Pechsiz o'rnatish uchun o'zining maxsus joylari qoldirilgan. Hamda bunga suv almazin diskiga suv sepib turish uchun komplektida o'zidan motorchiklari chiqadi, komplekt hamda kulichlari va ko'mirlari ham o'zidan chiqadi. Eng qiziq tarafi, qo'lingiz toliqib og'rib ketmasligi uchun o'zining maxsus roliklari ham bor. Shtrabarezimizni xarid qilishni xohlasangiz, kommentariyada elektrik so'zini yozib qoldiring. Hamda bu Shtrabarezimizni muddatli to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Shahar, tumanlaringizgacha mutlaqo bepulga yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Polvon YouTube'ga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Polvon, kuch seni qo'lingda.